siz kelayotgan universitet 100% 1 tiyinga qimmat universitet bo'ladi. Bugun sizlar bilan KAIST universiteti haqida gaplashamiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerak, KAIST universiteti tashkil topgan yili 1971-yil. Bu universitet anchadan beri Koreyaga xizmat ko'rsatib kelyapti va Koreyaning rivojlanishida juda ham katta hissalarni qo'shgan. Joylashuvi Daejeon shahrida. Daejeon shahri juda ham tinch shahar. Ozgina zerikarliroq qolgan shaharlarga qaraganda, chunki bu yerda dengiz yo'q. Yo'nalishiga keladigan bo'lsak, muhandislik, IT, tabiiy fanlar, biznes va tadbirkorlik. Xo'p, reytingi Osiyo va jahon universitetlarida yuqori o'rinlarda turar ekan. Bu universitetga hamkorlarda eshitadigan bo'lsangiz, LG, Hyundai, Samsung shunaqa top firmalar KAIST universiteti talabalariga o'zini ishlarini taklif qiladi, o'zini grantlarini taklif qiladi. Kontrakt to'lamasdan bu yerda o'qishingiz mumkin, ya'ni. Bu yerga kelib o'qiganingizda bitta yagona his qiladigan narsangiz haqiqiy talabalikni his qilasiz. O'zbek talabalari shu yerga kelib o'qishini juda ham xohlardim men. Qanaqadir pul uchun keladigan universitetlar, ya'ni talabalarni pul uchun chaqiradigan universitetlarga emas, shunaqa topoviy universitetlarga kelib o'qisa va tekinga o'qisa men juda ham xursand bo'lardim va o'zimni missiyamni ado qilayotgan bo'lardim. Hozirda ba'zi konsaltinglar talabalarni faqatgina pulini olish uchun oddiy universitetlarga, ya'ni universitet o'zini o'zi qoplanmaganidan chet ellik talabalarni topiksiz, ingliz tili sertifikatsiz chaqirayotgan universitetlarga, ya'ni olib kelishyapti. Buni tagida faqatgina pul yotadi. Agar sizni universitetga olib kelaman degan, ya'ni konsaltinglar sizdan topik ham, ingliz tilida sertifikat ham so'ramayaptimi, demak, siz kelayotgan universitet 100% 1 tiyinga qimmat universitet bo'ladi, qo'pol qilib aytganda. Andijonda borganimda, O'zbekistonga yaqinda borib keldim. Hamma talabalar tezda Koreyaga ketib olsa-da, topiksiz, ingliz tili sertifikatsiz yoki topik 2 bilan tezda bu yoqqa kelib olsa va bu yerda qora ishda, qora mehnatda ishlasa. Qora mehnatda hech qachon boyib keta olmaysiz, sizlarga aytsam. Agar siz O'zbekistonda hali talaba bo'lsangiz, magistraturaga kelmoqchi bo'lsangiz, ya'ni yoki endi talaba bo'lmoqchi bo'ladigan bo'lsa, shunaqa top universitetlarga keling. Maslahatim, kelajagingiz juda ham ajoyib bo'ladi. O'zbekistonga borganingizda ham nima ish qilaman, qanaqadir biznes boshlaymanmi deb yurmaysiz. Bu universitetlarda o'qiganingizdan keyin O'zbekistonga ketgingiz kelmay qoladi, lekin ketganingizda ham juda ham bizda ham Artel, shunga o'xshagan kompaniyalar bu universitetning talabalariga juda ham muhtoj. Shu bilan KAIST haqida olingan video nihoyasiga yetdi. Umuman tayyorlanmasdan olinganligi uchun video oxirini nima deb tugatishni bilmadim. Inshaalloh keyingi videolarda ko'rishamiz.